Avtomat kir mashinasini tuzatgan olib qolganmiz. Shu bahonada sizlarga ichida nima narsalar borligini ozgina bo'lsa ham tushuntirib beramiz. Avtomat kir mashinasida suvni klapini birinchi bo'lib suv mashinadan kiradi. Parasha idishdan o'tib mana shu orqali ichkari barabanga kiradi. Mana bu tosh, ikkita toshi bor. Agar shu toshi bo'lmasa, kir mashinani balansirovkasi yo'qolib qoladi. Yuvib turgan vaqtda 3 ta. Bu bilan 3 ta toshi bo'ladi. Shu muvozanatni saqlab turadi. Kirni siqib turgan paytida. Bunisi suvni datchigi, suvni o'rin datchigi bo'ladi. Mana shu o'lchab turadi. Kam ko'pligiga qarab turib suv to'xtatadi. Hop, yana nimalar bor? Bunisi platamiz. Qozoni ikkita bo'ladi. Mana alohida ko'rsalaring. Bunisi plasmassa qozon bo'ladi. Ichida nerajoyga qozon bo'ladi. Zanglamaygan. Bu narsamiz amortizator. Muvozanatni ushlab turadi. Hop, kir mashinada suv tortadigan nasos bo'lmaydi. Suvni chiqarib beradigan nasos bo'ladi. Shu orqali mana shu nasos bor. Kirdi suvni chiqarib turgan paytda nasos ishlab, kir mashinasi suvni chiqarib tashlaydi. Mashina orqali. Bitta filtr bor, tozalab turadigan. Hop. Mana bu kir mashinamizni orqa tomoni LG'larda, invertor motorlarda, ko'p LG'larda shunaqangi motori shunaqangi bo'ladi. Remensiz bo'ladi. Hop, bu joyda ten suv isitgichlarga o'xshagan elektr teni bor. Shu suvni shu narsa isitib beradi ichida. Shu suv filtri bor.